Sangarda sharqarasi mushoirasi ta'sirida hayotga chiqish uchun kengash qildi qayta kimga oldi so'lim ekanbozda ekan qayda moshun dedik shalqon dedik haqordoya oxir borar puldi baxtsiz sharchaga yo'qondizaga to'xlanishdi yurish qildik surxondaryo shimoliga yo'llar aro suqlanishdik muhammadning jamoliga ko'p izmali qilmay dedim o'tgan ketgan ko'rganimni yozmay dedim mayda hatto kutib yurganimni yo'l burildi hozir kenga ota chakkan maydon ekan bahorni banar uchun yopilgan gul xaton ekan boryapmiz mashinamiz zillaydi yo'llar boshlab og'ir kirdi xondizaning darasiga qadam tashlab yana ikki yon bo'lingan biri o'ngga biri so'lga so'lda shashar qo'lim topgan hozirdaga ketar o'ngga biz burildik chap tomoniga 700 kun shasha bosgan dara ulkan ikki yoni qoya jardan qatl topgan bir alomat bir rasamat ilhom berar kar kishiga yoshligimiz to'fig'ada she'r bosadi sizga bu sabiqim katta keyin xo'sh ovozlari kuldiraydi va chaqmoq chaqdi yashin bomba kabi portlab ketdi tinglagaymiz bu otashin dara ichidan dahshat ovoz tutar qoldi elchi kishi qanot tashlab voqillaydi bulut uchar hayqirishi soya qoya sovuq qoyalar zag'illaydi vahimalar aks savdodan tushib qushlar uyasiga ilon ichib may bodadan mushoira davom etar chori zarib qo'shi birdan shirin zabon mayin nafas ovozlari yayrar sizdan guruhimiz eng kenjasi azamatdan ziyo shoir hayqirib she'rlar ham o'qir odamiylik yurtga doir ahli shoir yonlarida qasak chalib boradi bog' kiradi bog' bunday yurish bo'lmagan ish bu yurishdan oldingi ot haydovchimiz sayfi tundek bugun hayot talabasi chunki yangi O'zbekiston millatning mard xolasi 20dan ortiq nafar ijodkorlar ko'p bo'lishgan iqtidorli so'q faqat bo'lishgan joni pulga es keng millatimda tug'ilgan san'at o'zbek degan so'zning o'zi Turxoni el millat qilsar xudo bergan talantini avvalda ko'p tasarganlar ijodkorlik ummoniga shunlik asar yaratganlar ko'lda manzil sari ketyapmiz manzil sari oryapmiz quvva sadon sharsharaning qamtariga yetib oldik eson omon ahillikda hikmat bisyor do'stlar mamnun mehr ochib sharsharaning samonlari kutib oldik va ochib siz qaradim sharsharaga oson bular ochganliklar zovdevlari pul boshida taxta urib qotibdilar shu farda oqli boshda etagini silkib yiqar qoqar undan qalqib qabul tomchi suv o'rtaga taqar eng balandi qayda sharshar o'zicha uni to'xtash qiyin boshidan tushib ketdi bir engashib qoldim tayin sayohatni kulib o'rgan tomoshabini qiychilashar momo juvon keksa yosh ko'zi o'smir ilinglashar bu ko'rinish go'yo sahna tarixiy bir voqea bo'ldi sayr qaynoq dino bugunimga she'r yozmoqda voqea bo'ldi suv o'tlari kelsa chinor zanglar var tabiatan bujjakar sharsharaning mashhurligi olingan tan bu manzara mahliyosi safardoshlar shoirlarim qani do'stlar davra oling maslahatdan mohirlarim Adib Charsam Dehnaviy bek Habibulloh Ofarisham Sirojiddin Otabeklar davrlandi qo'shisham oz qoldi Sana kalman dilber güçlü, tam kılar şirk buğular, kasırlarda kadar aytar, kokun yarın nur yorular, utun yazar, kasar kaynak bilen şirk buğular, bozbaz söyler şiirlerini, olav raksı algan ilham verer, rahbarımız mimar şair, başı kırar asıllıktan, parça mamnun, parça fırsat, duygunlarca sizden, yürüyüşümüz Hamdıza'ya, bir tarihi vakıf oldu. Müşahede hemşaşı zor encimen şoklu oldu. Bildagana kırık geldi. Havas kırık kelin şarşar.
Yurtimizda güzel o'sha şu sizin çadır şehri berber. Müstakili şarafeti. Eker huma uçup döndü. Hadi dostlar sabda bolun. Şer çıkıda gayret buldu. Şuralar aytmak olmaz. O'tmish kunda kun ko'rmagan. Sabdaşlar, zamondoshlar. To'kin sochib hech bo'lmagan. Qo'l ko'taring azizlarim. Duo qiling bu zamonga. Na rizqimiz bol bo'lsin. Pul qolmasin kas zamonga. İş başladı O'zbekiston. Bayroqdagi yurtboshimiz. Bir bo'ldik biz yagona hali vatan yurtboshimiz. E'tiborga rahmat. Mehmonlarimni bu ikkinchi varianti bu. Bu yaxshi sinagan bu.